Shu bulochkamni pishirganimda bitta qaynsinglim qaysi duolarimda shunaqa pazand ekan, endi so'ragan ekanman deb maqtab yeb oldilar. Sizlarni ham maqtab turadigan qaynsingliklar bormi? Qaynsinglingiz bo'lsa, bu bulochkani albatta ular uchun tayyorlab bering. Retseptini men sizga qoldiraman. Iliqdan issiqroq sutga tuz, shakar, vanilin, erigan sariyog', pazanda bekalar tanlovi bo'lgan ishonchli Fariman dro'jasini solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Yalangan unni bittada sovurmaymiz, 2-3 bo'lib solib, qo'lga yopishadigan yumshoqqina xamir holatiga kelganda o'simlik yog'i bilan yedirib 10-15 minut mushlab zuvalab qolamiz. Issiq joyga oshirish uchun olib qo'yamiz. Nachinkasi uchun maydalangan yong'oqqa shakar va sariyog'ni qo'shib tayyorlab olamiz. Bu orada oshgan xamirimizni katta to'rtburchak shaklda qilib yoyib olamiz. Yong'oqli nachinkamizni bir tekisda hamma joyga yetkazib, surib chiqamiz. Ustma-ust 3 qavat qilib taxlab olamiz va 15 ta yoki 16 ta lentalar kesib chiqamiz. Askincha cho'zib, burab har birini xuddi shu videoda ko'rib turganingizdek o'rab dumaloq shaklga keltirib olamiz. Duxovkali sigaralarni ochib joylab chiqamiz va salafan qalinroq sochiq yopib yana 15 minut oshirish uchun qo'yamiz. Tuxum sarig'ini surtib oldindan qizib turgan 200 gradusli duxovkada 15 yoki 17 daqiqa davomida pishirib olamiz. Qaynoq holatida asalli qiyom yoki sirop surtib chiqamiz. Endi siz bu videoni keningizga yuborib qo'ying, sizga ham tayyorlab bersinlar.